sovg'amizni Mashhuraxonni davriga taklif qilamiz. O'tgan safar 5 millionlik savdo qilib, ikkita qozon nabor oluvdilar. Bu safar mana bitta shogird yaratib, shu qo'liga kiritdilar. Keyingi safarga blender bilan idish-tovoq nabor deb berib turish nasib qilsin, ilohim. Harakatingizni qilasiz. Keyingi apparatimiz Malikaxonga. Malikaxon ijtimoiy tarmoqlarga reklama qo'yilgan, ya'ni Telegram kanallarga 50 ming so'mga reklama qo'yib berdik. Shundan bir necha qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ish izlab chiqqanlar ichida 11-sinf qizimizga operatsiya qildilar. Mana seshanba kuni ishlarini boshlaydi. Uzog'i 10 kun ichida ishlarini boshlayaptilar. Bu Malikaxonga shu qizni o'rgatayotgani uchun, shu qizni jalb qila olgani uchun topshiramiz. Keyingi apparatimiz Diloyatxonga. Diloyatxon davolab turgan bemorlarida yaxshi natija chiqarib bergani uchun bemorlari kelib naqd 9,52 ming so'm berib apparat olib ketdilar. Demak, davolab turgan bemorlarimizga sirtgan bo'ladi. Живой отзыв deydi-ku. Bu Kamolaxon qizimizniki edi. Kamolaxon hozir shanba buni ichga chiqa olmayman deb kecha aytuvdilar. Kamolaxon qizimiz shu reklamani Telegram kanaliga berganlar. Hamma odamlarini to'plab Voydod ustoz deydi. Marg'ilonga borib taqdimot o'tib berdik. Shu kuni taqdimotga kelgan qizlari Hayotxon apparat olganlar. Shu Hayotxonga sotgani uchun Kamolaxonni tabriklaganmiz. Yangi darsimiz Qo'qon shaharida bo'ladi.